Rahmat. Bitta chiroyli qizcha chiqib kelinglar. Fokusga qiziqadigan. Ikki qiz masalan. Voy, ana. Qiz bolalar keling. Ha, ismi nima? Shtarehan. Necha sinfga chiqasiz? 2. Bahor necha? 2. Yo'q, maktabda o'qituvchi san'at necha baho qo'yadi? 5. Avda san kuzarda. Ha, asal qizim, katta qiz bu bola. Ha, maktabda rostdan 5 olasizmi? 8 ga yetir qilsa necha bo'ladi? 15. O'zi aslida-chi qizlar bilag'on bo'ladi. Bitta chiroyli qarz ochalab qo'yish Mushtarifonga. Ha, asalim katta bo'lsa kim bo'lasan? Ustoz o'qituvchi bo'ladi. O'qituvchi opamizga bitta guldiras qazolaring. Ha, Mushtarifon. Mana hozir ikkalamiz mana bu rasmadi. Rasm daftarimi bu? Rasm chizgansizmi yo'qmi? Chizganman. Qanaqa rasmlarni yaxshi ko'rasan? Chiroyli rasmlar bo'lsa? Xo'p, endi yordam berasan. Oppoq qog'ozlar. Surtiringchi. Tomosha qiling. Sehrgarlar meni tomoshalar. Xizmatingizdan Azizbek, qani ketdik. Zo'ra, hozir ko'rib. Ochib ko'p. Rahmat. Rasm chiroyli chizar ekansiz. Xo'p, bunga qanaqa qilib bo'yoq beramiz endi? Sehrgar qiz ekansiz. Qanaqa svetlar bo'lsa? Qizim sariq. Xo'p. Kesib qo'ying. Yaxshi. Xo'p, qarang. Chiroyli qilib rasmni. Qanaqa bo'yoq bo'ladi? Hozir bo'yalmagan rasm chiqdi, to'g'rimi? Ko'ramiz. Chaling, chaling. Hey! Yaxshisi, deb qolamiz, Mustarifon. Deb qolamiz. Mana bu turadi, qizlar, masalan. Hey, qo'yilma. Hey, kasallo. Hey, kafir. Hey! Mustarifon. Rasmni sizmi? Voy, siz bu aqlingizmi rasmga? Aytsangiz qiz. Qani rasm bo'yoqlar rasm qani? Biror narsa bildingizmi? Sizmi